Juda ko'pchilik so'rardi menga, "Shu mana sotani ro'parasida domdan bo'lsa, ayting Abdullo" deb. Qaranglar, yo'lni bo'yiga qarab turgan Semenniy kafe, Ulug'otda, Manasata, mana domda kim olsa ham rostdan semirib ketadi azizlarim. Yo'lni bo'yiga qarab turgan 10-qavatda azizlarim 87 kvadrat 3 xona qilib olsanglar bo'laveradi. Xollari ham katta azizlarim, kuxnyalari ham katta. Bitta ovqatlanish qolgan, unaqa qimmat emas. Videodan uzoqlashmasdan turiladi. Men sizlarga ko'rsatay xonalarni azizlarim. Ömrümde değişim menin Kırgızstan, Kırgızstan, alga Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan, sen güldür, özlemesin, kız oğlum var da Kırgızstan. Azizlarim, bu 10-qavat bo'lyapti. Liftlar o'zi vosillatib chiqib qolgan xonalar yengil sizlarga ko'rsatishni boshlayman. Kirganda azizlarim, mana qaranglar, bu xo'l bo'lyapti. Xo'l juda ham katta ekan. Uzun azizlar, 12 metr deysizmi? Keling, yaqinroq keling. Mana bu azizlar, mana hojatxonasi, hammaga kerakli. Eng qizig'i azizlar, gazlar kelgan, elektromontajlar bo'lgan. Uyimiz yo'lni bo'yiga qarab turgan. Uyda yashasangiz mana qanday qarang, Semenniy kafe, Ulug'ot, hamma yo'lni tomosha qilib, manzara 10-qavat azizlar. Gazoblovdan bo'lgan bu uyimiz issiq bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar, gazoblov juda ham yaxshi. Mana sizlarga azizlar, zo'r zalga e'tibor beringlar. Bunaqa domlar faqat Abdullohning kanalidan kuzata olasiz. Mana sizlarga balkonlarga chiqib azizlarimga bir manzarani ko'rsatyapti aka. Juda ham zo'r azizlar, narxi unaqa qimmat emas. 87 kvadrat bo'lyapti azizlar. Bu yerda hozirgi kunda ikkita xonasi katta, uxlashi ham katta bo'lyapti azizlar. O'zingizlar kelib bitta chiroyli dizayn qilib, bu 87 kvadrat, 90 kvadratlar odamlar to'y xonadiga ham qoladi. Keling. Video uzmasdan azizlarim ko'rsataylik. Mana sanuzor azizlar. Bu sanuzor bo'lyapti. Mana yana bitta sizlarga родительский spalnya azizlarim. O'nargisi kichkinagina ixcham детский spalnya bo'lyapti azizlar. Qaranglar, 3 oyligimiz ham yo'lni bo'yiga qarab turgan. Narxi unaqa qimmat emas. Azizlar, bu kvartiramizning narxlari har bir kvadrati $1000 dan bo'lyapti. Azizlar, 87 kvadrat zo'r kami bor deyapti azizlar. Albatta qiziqinglar, qaranglar. Uje bolajonlar o'ynayapti. Kelib odamlar yashayapti azizlar. Детский plashatkalari juda ham zo'r. Domni fasadiga ham e'tibor beringlar. Bu kechqurunda juda ham ajoyib ko'rinadi. Azizlar, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan Gaganin ko'cha. Hozirgi kunda Asqar Shakirov azizlar. Alentirlarimiz Semenniy kafe, Ulug'otda, Manasata juda ham zo'r azizlar. 10-qavatda 87 kvadrat domimiz to'la продается deb yozilgan azizlar. Shu domimiz bugun zudlik bilan sotilyapti. Har bir kvadrati yana qaytadan aytyapman $1000 dan azizlar. Zo'r kami bor telefon nomerlarini yozinglar. Bu domdan juda ham oz qolgan kvartiralar, sotiladigan kvartiralar 0999 bilan 057203. Qaytaraman, 0999 bilan 057203. Mana shu videoda albatta dom olaman deb yurgan aka-uka, opa-singil, qarindosh urug'ga jo'natib olinglar azizlar. Bu domni o'zim ham yaxshi ko'raman. Oldingizda kafelar, nimaki xohlasangiz hamma yo'q bor azizlar. Juda ham zo'r lokatsiya azizlar.